Qashqadaryoga kelin bo'lganingda. Qo'y desamiz hozir. Voy, to'y bo'lyaptimi? Yag'i, kechki ovqatga tayyorlanamiz. Ey kelin, tovoqni olib keling. Tovoq nima endi? Tavakkal mashina boraman. Nima olib keldingiz, kelin? Tovoq? Zebo bor bitta paqir olib kel. Ha, bo'ldi. Tushunib qopti. Mana buniki. Kim bu Zebo? Faqir olib keldi-ku, faqir. Qani kelin, zo'rmi, bo'lyaptimi? Moslashib qoldingizmi? Nima mana shu otdilar? Urushmayaptilar, shunaqa gapiradilar. Unaqa kichkina narsalardan qo'rqmasang, ko'rib ketasan. Balam, kecha xomsha yedi-ku. Mana ham men berimdan zamur choqdi. Uyingizmi zamirgan. Qanaqsizlar, zo'rmi? Bo'lyaptimi? Hay, ovqat jeylikchi. O'xshadimi? Umuman o'xshamadi. Toshkentga ketyapman. Necha kun ko'rishmaymiz endi? Vaqim abitgacha boraman. Iskandar Bildingsdan kvadrat metr $650 uydan olaman-da, kechga yaqin qaytaman. Voy, shunaqa yaqin joyga kelin bo'lganmanmi? Bugun ham ko'rishyapmizmi? Kelinim kelgandan beri siqilib yuribdi. Nimadan siqilayotgan bo'lsa? Xomshay bilan zambul nimaligini ayting-a. Qashqadaryodan Surxondaryoga